Вот и наш новый поезд Джалалиддина Мангуберди имени, который приехал из Кореи, начинает свой рейс по городам Узбекистана. Мы находимся на вокзале Ташкент, центральный вокзал. Торжественная церемония открытия первой поездки поезда. До Ургенча будет ездить. А вот так он выглядит спереди. Хочу показать также скоростной поезд Афросиаб. Вот он стоит рядом. У них носики разные. Вот так можно сравнить два скоростных поезда, который стоит левее. Это уже, можно сказать, старый поезд Афросиаб, но он скоростной, он комфортабельный скоростной поезд. Сегодня мы будем испытывать вот этот новый поезд. Он приехал из Кореи, его собрала компания Hyundai Rotem в Корее. И сегодня вот этот поезд начинает свой курс по городам Узбекистана. И, кстати, он будет идти от Ташкента до Ургенча. Идет вот такое торжественное открытие. Собираются гости. Bugun poytaxtdan jonajon O'zbekistonimizning qadimiy va ko'hna shaharlari Urganch va Xiva yo'nalishida yuqori tezlikda harakatlanuvchi zamonaviy Jaloliddin Manguberdi poyezdining ilk qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, Jaloliddin Manguberdi poyezdining ilk yo'lovchilari, sizlarni ushbu qutlug' tantana bilan samimiy muborakbod etgan holda bugungi tantanali tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Endi esa tabrik uchun so'z O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Rahmetov Hikmatilla Narzullayevichga marhamat. Hurmatli hamkasblar, mana bugun juda ham xursandchilik bir kun. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidentlarining tashabbuslari bilan mana shunaqa ajoyib dunyoga eng mashhur bo'lgan Hyundai Rotem kompaniyasining yuqori tezlikli poyezdlari O'zbekistonga Janubiy Koreyadan yetib keldi. Ko'plar bu narsaga ishonishi qiyin edi, albatta boshida. Hattoki o'zim ham borganimda juda ham katta bir majburiyat yetganimizda bo'lganini his qildim. Lekin shunga qaramay Janubiy Koreyadan shu uzoq yo'lda sifatli, yuqori sifatli dunyoga mashhur juda ham nima deydi, dunyoga tanilgan Hyundai Rotem yurar, yuqori tezlikli yurar poyezdlari
O'zbekistonga yetib keldi va shuni aytib o'tish kerakki, Markaziy Osiyoda hattoki MDH davlatlarida bu birinchi yuqori tezlikda yuradigan Hyundai Rotem poyezdlari O'zbekiston temir yo'llari juda ham quvvatlanadi bunaqa bo'lgan bu ulkan bir ishdan. Albatta shu yerdagi hurmatli temir yo'lchilarimizdan juda ham minnatdormiz. Bizlarning temir yo'lchilarimiz bugun dunyoga eng mashhur, juda ham yuqori malakali muhandislar shu poyezdimizni birinchi safariga yo'lga chiqyapti. Shunga ishonamizki, xalqimizni xursand qilib, yo'lovchilarimizni xursand qilib, chet eldan kelgan turistlarimizga yuqori samarali servis ko'rsatib, ularni xursand qilib shu Hyundai Rotem poyezdini biz O'zbekiston hududlarini hamma yoqda ishlatishiga va nima deydi, odamlarni yaxshi bir xursandchiligini olishiga ishonamiz. Alohida aytib o'tmoqchiman, minnatdorchiligimizni bildiramiz Hyundai Rotem kompaniyasiga va Janubiy Koreya hukumatiga, Eksimbankga juda ham chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga qilgan yordam uchun, O'zbekiston bilan O'zbekiston temir yo'llari bilan bo'lgan ulkan hamkorligi uchun. Agar ruxsat bersanglar, bu yerda Janubiy Koreyani bosh elchisi borlar, agar ruxsat bersanglar shu kishiga so'z bersak. Rahmat. 열차 고속철 개통을 진심으로 축하드립니다. Assalomu alaykum. Hyundai Rotem Vancouverda poyezdining ilk qatnovi yo'lga qo'yilayotgani bilan barchangizni samimiy qutlayman. 매운이가 또 부총장님, 그리고 이원상 장관님, 내외 국민 여러분, 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 참석할 수 있게 돼서 기쁘고 감사하게 생각합니다. Hurmatli O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati rahbari birinchi o'rinbosari Janob Rahmetov va Hyundai Rotem vakili Li Dongsan janoblari hamda ushbu tadbirda ishtirok etgan barcha ishtirokchilarni samimiy qutlayman. 오늘 이 개통식은 특별한 의미가 있다고 생각을 합니다. 89년전 여기 계신 우리 고려인 여러분들께서 89년전에 열차를 타고 우즈베키스탄에 도착을 했습니다. 또 2026년 한국형 고속열차 타고 또 새로운 또 여행을 가시게 됩니다. 열차라는 것이 양국 관계에 있어서 특별한 의미가 있다고 생각합니다. Bugun juda ham tarixiy kun deb hisoblayman, chunki bundan 89 yil avval sizlar bilan hozirda o'tirgan koreys diasporasi vakillari poyezdga o'tirib O'zbekistonga kelgan edilar. Bugun esa 2026-yilda Koreya uslubidagi tezyurar poyezdlar yangi safarini boshlamoqda. Ushbu hamkorlik ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning samarasi deb o'ylayman. 저도 개인적으로 두 번 망고베르디 시승을 해봤습니다. 4월에 한번 해봤고요. 또 며칠 전에 우리 부총리 구윤철 부총리님과 또 호자이토 부총리님 모시고 한 번 더 탑승할 기회를 가졌었는데 많은 그 우즈벡 고인사 분들께서 대단한 만족감을 표시하고 계신데 저도 직접 체험할 수 있는 경험을 하게 돼서 기쁘게 생각했습니다. Men ham shaxsan ushbu Jaloliddin Vancouverda poyezdida ikki marotaba sinov safarida bo'ldim. Birinchi safarim aprel oyida amalga oshirilgan edi. Ikkinchi safarim esa 2 kun oldin ikki davlat bosh vazir o'rinbosarlari janob Xo'jayev va Koreyaning bosh vazir o'rinbosari Kuyumchul janoblari bilan birgalikda amalga oshirildi. Ushbu safar davomida O'zbekiston yuqori ma'lumotli vakillari ham ushbu poyezdga nisbatan yuqori baholarni his qila oldim. 양국 간의 교통 인프라 분야 협력이 대폭 확대되고 있습니다. 지금 고속철뿐만 아니라 얼마 전에는 그 타슈켄트, 사마르칸트가 고속철 노선에 대한 타당성 조사를 완료하는 그런 완료를 했고요. 한국 정부가 고속철 노선과 관련해서도 또 고속철 노선 현대화 관련해서도 적극 지원을 하고 있습니다. Hozirgi kunda mamlakatlarimiz o'rtasidagi transport infratuzilmasi sohasidagi hamkorlik yanada rivojlanib bormoqda.
Koreya hukumati Toshkent-Samarqand tezyurar yo'lini modernizatsiya qilish loyihasida ham ishtirok etmoqda. Ya'ni 301 kilometr uchastka bo'yicha olib borilayotgan texnik iqtisodiy asos tashishlar yaqinda yakunlandi. Ushbu sohada ham biz hamkorlikni davom ettiramiz deb umid qilaman. 그리고 인천공항공사가 타슈켄트 신공항 또 우르겐치공항 현대화 사업에 참여를 하고 있습니다. Bundan tashqari Koreyaning Incheon aeroporti, Toshkent yangi aeroporti va Urganch xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish loyihasida ham ishtirok etmoqda. 이 교통 인프라 분야 협력이 대폭 확대되고 있는데 9월에는 또 한 중앙화 정상회의가 역사상 처음으로 서울에서 개최가 됩니다. 교통 인프라 분야 협력이 더욱 확대돼서 성공적인 정상회의에 기여를 할 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. Aytib o'tganimdek, transport sohasidagi hamkorligimiz yanada rivojlanib bormoqda. Hammangiz xabaringiz bo'lsa kerak, joriy yilning sentyabr oyida Koreyada O'rta Osiyo Koreya birinchi rahbarlar sammiti bo'lib o'tadi. Ushbu sammit doirasida transport sohasidagi loyihalarimiz natijalarini taqdim qilamiz deb umid qilaman. Rahmat. 저는 현대로템의 레일 솔루션 디비전의 연구 개발을 총책임지고 있는 상무 이원상입니다. 반갑습니다. 이 자리를 빛내주시기 위해 참석해주신 기빈 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. Bandligingizga qaramay ushbu marosimda sharaflab tashrif buyurganingiz uchun barchangizga chin dildan minnatdorlik bildiraman. 여러분께서 지금 보고 계시는 250km급 동력 분산식 고속 차량은 대한민국의 정부의 각 부처, 현대 로템 618개 이상의 수많은 협력사들의 역량을 모아서 개발해낸 기술 집약의 최첨단 차량입니다. Sizlar hozir ko'rib turgan 250 km/soat yuqori tezlikdagi poyezd Koreya Respublikasi hukumat idoralari, Hyundai Rotem kompaniyasi hamda 618 ta hamkor korxonaning salohiyati birlashtirilgan holda yaratilgan yuqori texnologiyali zamonaviy mahsulotdir. 한국에서는 이미 많은 영업을 통해서 품질과 성능이 입증된 그런 기술에 우즈베키스탄의 고온, 사막의 먼지바람, 그리고 영하 40도의 뻑뻑한 겨울추위, 눈보라 이런 환경에도 견딜 수 있도록 최적의 최신 기술을 업그레이드한 최신 고속열차입니다. Eng so'nggi texnologiyalar bilan yanada takomillanadi. Barxini ifodalovchi Jaloliddin Manguberdi nomi bitilgan. 저희는 그 의미와 정신을 함께 마음에 새기며 현대 로템의 기술과 혼을 담는 과정을 통해서 오늘에 이르렀음을 영광스럽게 생각하고 있습니다. Biz ushbu buyuk nom va uning ma'nosi va fidoyiligini mujassam etgan holda bugungi natija 차량은 대한민국 대비 4배 이상의 큰 이런 국토 면적을 자랑하는 우즈베키스탄의 도시 곳곳을 빠르게 연결시켜주는 교통수단으로 자리매김할 것입니다. mazkur yuqori tezlikdagi poyezd hududi Koreyaga nisbatan 4 barobar bo'lgan O'zbekistonning turli 기여하기를 기대합니다. shuningdek u O'zbekiston aholisi uchun transport qulayliklarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi deb umid qilamiz. 1400여 년 전 실크로드로 이루어진 신라와 사마르칸트의 기적에 이어서 이번 프로젝트를 시작으로 우즈베키스탄의 고속열차가 유러시아 대륙을 잇는 핵심 철도 인프라로 발전하는 것은 운명이자 소명이라고 할 수가 있습니다. 계획되는 시점까지 완벽한 품질의 차량을 적기에 납품할 것입니다. Hyundai Rotem barcha poyezdlar to'liq foydalanishga topshirilgunga qadar ularni o'z vaqtida va yuqori sifat bilan yetkazib beradi. 또한 운영 후에도 모든 열차가 최고의 상태를 유지할 수 있도록 유지보수와 교육훈련 등 필요한 지원을 아끼지 않을 것입니다. Shuningdek, foydalanish jarayonida ham texnik xizmat ko'rsatish va mutaxassislarni tayyorlash orqali barcha zarur qo'llab-quvvatlanishni davom ettiramiz. 프로젝트의 성공적인 완수와 우즈베키스탄 산업 발전을 기하기 위해서 저희 현대 로템은 최선을 Loyihaning muvaffaqiyatli yakunlanishi va O'zbekiston sanoati rivojiga hissa qo'shish uchun biz Hyundai Rotem jamoasi bor kuchimizni safarbar beramiz.
여기까지가 저희 사장님의 말씀이셨고 마지막으로 저의 말씀을 전달드리고 싶습니다. Hozirgacha bizni Hyundai Motor kompaniyasi bosh direktori Li Yongbei janoblarini tabrik nutqlarini yetkazdik. 오늘부터 이쪽 타슈켄트부터 사마르칸트를 거쳐서 히바까지 가는 가장 빠른 방법은 무엇일까요? И hamda oxirgida sizdagi bir savolim bor. Toshkent shahridan Xiva shahrigacha eng tez borish yo'li qanaqa ekan? 그 답은 바로 사랑하는 사람들과 바로 이 열차를 타고 가는 것입니다. Buni javobi keyingisi. Sevgan odamingiz bilan birga shu poyezdda borsangiz, Xivagacha tez borasiz deb umid qilamiz. 감사합니다. Sinovlarga to'la davrda ham sinmagan uning jasorati. Bu faqat qarshilik emas, balki oldinga intilish qat'iyati edi. Bir davrdan oshib, endi u O'zbekistonning faxriga aylandi. Va bugun bu taraqqiyot nomi qahramon ruhini mujassam etgan tezyurar poyezd sifatida qayta tug'ilib, yangi Ipak yo'li sari yo'l oladi. Yo'l har doim odamlarni bir-biri bilan uchrashtiradi. Agar yo'lni jasorat qurgan bo'lsa, texnologiya uni to'ldiradi. Cho'l issiqligi va qum bo'ronlariga chidamli O'zbekiston uchun moslashtirilgan dizayn. Soatiga 250 km tezlikda barqaror yuqori tezlikdagi harakat. Va yo'lovchilarning qulayligini hisobga olgan holda yaratilgan qulay sayohat. Keng turdagi bortdagi qulayliklar bilan birga Janubiy Koreyaning Masan portidan boshlangan bu yo'l dengizlarni kesib o'tib qit'ani bosib o'tib nihoyat O'zbekiston xalqining intilishlarini ro'yobga chiqardi. Ilg'or texnologiyalar jamlanib yaratilgan bu poyezd endi O'zbekistonda kundalik hayotni harakatga keltiruvchi kuchga aylanadi. O'tmishda Ipak yo'li sivilizatsiyalarini bog'lagan bo'lsa, bugun temir Ipak yo'li yanada yaxshi kelajak uchun yo'l ochmoqda. Bu yo'l shaharlarni bir-biriga bog'lab, odamlarni birlashtirish ruhini o'zida mujassam etgan yorqin kelajakning boshlanishidir. Bugun biz O'zbekistonning ertangi kuniga eltuvchi yo'lda turibmiz. Bugun poytaxt Toshkentgacha davom etadigan yo'l Samarqandning yorqin merosi ustidan Buxoroning chuqur tarixiy qa'riga, Xivaning moviy devorlarini aylanib o'tib, ko'plab tadqiqotlar, sinovlar va ikki davlat hamkorligi bilan yaratilgan. Yanada tez va yanada barqaror temir Ipak yo'li. Bu yo'lda odamlar uchrashadi, shaharlar rivojlanadi va tinimsiz taraqqiyot ruhida mamlakat dunyoning markazi sari harakatlanadi. Janubiy Koreya texnologiyasi va O'zbekistonning imkoniyatlari birlashib, nihoyat temir yo'lda yangi Ipak yo'li yaratildi. Yangi tezlik bilan oldinga intilayotgan O'zbekistonning yorqin safarini qo'llab-quvvatlaymiz. Endi esa barchangizni reyting marosimiga taklif etamiz. Toshkent Xiva yo'nalishida yuqori tezlikda harakatlanuvchi Jaloliddin Manguberdi poyezdining ilk yo'lovchilarini poyezdga taklif etamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.